tez o'tib ketib qolganiga o'sha ichimda o'zimga o'zim dilnoz bo'ldi, pishting tugadi degan narsa bo'ldi. Imtihondan keyingi bomba taassurotlar qanday bo'ldi? Birinchi marta kirishim uchun yaxshi natija, lekin qo'rqdim. Bittada eplab chiqaman deb o'ylagandim. Unaqa bo'lmay qoldi. Menimcha, chunki ishonch, ozgina hayajon borligi sabab ozgina qiynaldim. Nima oldingiz? Ya'ni imtihon jarayonida nimalarni his o'zi qildingiz? xuddi o'sha haqiqiy ekzamga o'xshadi. Ozgina qo'rqishni yengishdi, ko'proq harakat qilishni o'rgandim. Xo'p, keyingi safarga nima ola oldingiz? Ya'ni keyingi safargi imtihonda bu safar qilgan xatolaringizni takrorlamaslik Yo'q, takrorlamasligi uchun ko'proq harakat qilish kerak, ko'proq praktikalarni oshirishim kerak deb o'ylayman. Hayajon, qo'rquv, bosim. Hammasini yo'qotishim kerak. Ancha hayajonlandim. Imtihondan olgan taassurotlaringiz. Nimani his qildingiz o'zingizda? O'sha boshlanishda lisening part 1, part 2 boshlandi. Tez o'tib ketib qolganiga o'sha ichimda o'zimga o'zim dilnoz bo'ldi, pishting tugadi degan narsa bo'ldi.